Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek biz mana Chinoto'g'ay ko'prisidamiz. Chinoto'g'ay ko'prisida mana mashinalar endi bemalol o'tadigan bo'lib tayyor bo'ldi. Mana ikki ko'zda ham qum orqali hozir to'ldirib qo'yibdi. Endi prekarata ishlari boshlanadi. Shuning uchun bu hozir tramburovka bo'lib qumlardan to'lib turibdi. Ana endi armaturasi mana tayyor. 32 lik armaturalar hammasi apkilinib tayyor bo'lib turibdi. Tez kun ichida mana shu prekarata ishlari quyiladi. Akalar mana shu Chinoto'g'ay ko'pirsini so'ragan akalar uchun mana mujikka mujik bo'lib chiqardik. Ana endi bittadan like bosib mujik bo'lib mana shu videolarni tarqatasiz degan umiddamiz akalar. Mana biz Chinoto'g'ay ko'pirisidamiz hozirda. Armatura prekarata ishlari boshlanish uchun hozir mashinalar shu yerdan bemalol o'tyapti nariyoqqa. Bu tramburovka bo'lgan. Hop, mana bu qanotlari ham tayyor bo'lib turibdi. Maksimal darajada akalar mana shu videoni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Daryo. Hop. Tez kun ichida nasib bo'lsa prekarata quyilib, bu yer ham tayyor bo'ladi. Hozir men shu mashina orqali shu yerdan o'tib keldim. Juda zo'rda bu. Shuni ship etib o'tib keldik va oldini bu yoqlardan oyna olib, shuni qiynalib tegib. İşte mana hozir hammasi zakonli. Hurmatli obunachilar, agarda ushbu videolar chiqarish uchun bizni qo'llab-quvvatlaringizlar. Bittadan sizning podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bo'lib qo'yingizlar. Like bossalaringiz ham, mayli bosmasalaringiz ham, lekin podpiska bo'lib kuzatishda davom etingizlar. Xayr, sog' omon bo'ling.